hamkasblari bilan ko'rishib oldi. Komilov, Jiyanov, Ruslan to'pni oldinga o'tkazib oldi. Qarshi hujum Navbahordan. Jiyanov katta tezlikda jarima maydoniga kirdi. Pas Norchayevdan zarba. Biroz noaniq ketyapti Husayin. To'pni to'xtatmasdan darvozaga yo'llashga harakat qilgan edi. Hikmat Ergashev, Xayrulla Karimov OKMK murabbiylar shtabida. Bu esa Navbahorning tezkor hujumi. O'z vaqtida pas berildi. Taxminan 7-8 metrdan Norchayev to'xtatib olishning imkoniyati bo'lmadi. OKMK futbolchisida Navbahordan qarshi hujum Norchayev, Husayn Norchayev o'ng qanotga yordam yetib keldi. Bu Xolmatov, Ilich, Jiyanov, Ruslanbek, Jiyanov o'zi tepdi. Zarba va gol! Gol! Ruslanbek Jiyanov chiroyli gol muallifiga aylanyapti va uchrashuvda hisobni ochmoqda. Bruno Ruslanbek Jiyanovning goli Navbahor uchun O'zbekiston chempionatlari tarixida 1600-gol bo'ldi. Zo'r ijro. To'pni to'xtatdi, to'g'riladi va yaqin burchakka joylab qo'ymoqda Ruslanbek Jiyanov. Yana ichkariga pas. Sobirjonov o'zi zarba yo'lladi yaqin burchakka. O'tkir Yusufov to'pni qaytarib qoldi. Umumiy paslar soni deyarli bir xil. Yaxshi. Sobirjonovdan pas. Zarba! Himoyachiga to'p tegib qaytdi. O'lmasaliyev, Turdaliyev o'zi tepadimi? Yo'q, o'ng qanotga. Ahmadaliyev. Komilov o'tkazib yubordi. Zarba! Darvozabon to'pni olib chiqmoqda. Keyingi zarba va uchrashuvda hisob tenglashyapti. Gruber, Hazratjon Tursunqulov. OKMK tarkibida gol muallifi. Nima uchundir hozir Navbahor himoyachilari to'xtab qolishdi. OKMK esa oxirigacha o'ynadi. So'nggi zarba muallifi vaziyatni ko'ring mana. Komilov o'tkazib yubordi. Keyinchalik himoyachilar ham raqibni to'xtata olishmadi. Sobirjonovning zarbasidan so'ng Yusupov to'pni qaytardi. Qaytgan to'pga birinchi bo'lib yetib kelgan Hazratjon Tursunqulov hisobni tenglashtiryapti. Vaziyatni takror va takror tomosha qilishingiz. Komilov o'tkazib yuborgan ekan, Dilshod. Rahimjonov, Jiyanov, Olmatov hozircha bir o'zi zo'r pas. Jiyanov to'pni qabul qildi. Olmatovga qaytaryapti. Diyordan jarima maydoniga uzatma zarba. Chiroyli kombinatsiya. Husayin Norchayev Navbahorning uchrashuvdagi ikkinchi golini kirityapti. O'zi esa Navbahorda debyut golini nishonlamoqda. Zo'r kombinatsiya. Namangan jamoasi Timur Kapadze ko'rsatmalarini davom ettiryapti. So'zsiz ajoyib hujumchi tiklanib safga qaytdi va Navbahorga yordam berishni boshladi. Ofsayd yo'q ekan. Xolmatov assist muallifi Diyor chiziqni his qildi. To'pni qabul qilib o'z vaqtida yetkazib beryapti. Mana qarang. Jiyanov, Xolmatov, Norchayev bu Timur Kapadze shogirdlarining shakllangan bog'lamning goli.
bir-birlarini juda ham yaxshi bilishadi. Ular bugun Navbahorda jamlanishdi. Muhammad Kazin, Rahimjonov, Komilov, Jigaminaya barchasi hozir yaxshi imkoniyat. O'tkirbek Yusupov. Biroz oldin yuzaga kelgan xavfli vaziyat. Saidafzalxon to'pni saqlab qoldi jamoasida. Sobirjonov bir o'zi hozircha to'pni saqlab turibdi. Ahrorovdan jarima maydoniga pas, zarba! Yusupov ancha murakkab zarbani bartaraf etyapti O'tkirbek. Ahrorovning pasidan so'ng mana bunday zarba yo'llandi. Hujum chap qanotga ko'chadimi? Mana shu qanotga yetkazib berilmoqda. Ahrorovdan yuqoridan pas, zarba bosh bilan O'tkirbek Yusupov bu gal ham o'z o'rnida. Sobirjonov ham almashtirilmoqda. Sentoku va bularning barchasi Mirjalol Qosimovning mehnati. Hozir uning jamoasi himoyaga e'tibor qaratishga majbur. Navbahor hujumga o'tayotgan edi. Qaytarildi. Endi OKMK raqibni qarshi hujumda jazolashi mumkin. Chap qanotdan Aziz Xolmurodov ko'proq qaytib o'ynayapti. Zarba yo'llanadimi? Yaxshi zarba! To'p biroz yuqoridan o'tib ketmoqda. Hazratjon Tursunqulovning 16 metrdan yo'llagan zarbasi. Yusupov bu safar hujumga to'pni tepib berdi. Jiyanov qabul qildi. Diyor Xolmatovdan chiroyli harakat. Diyor jarima maydoniga kirdi. Diyor zarba yo'lladi. Darvozabon Javohir Ilyosov. Abror Sarimsoqov zaxirada bor, yuqoridan to'p yetkazilmoqda. Ikkinchi qavatda kurash, himoyachilar hozircha yutib chiqishyapti. Turdaliyev, Sentoku, Papava qanday qarorga keladi? Zarba yo'lladi va to'p to'singa tegib qaytmoqda. Keyingi zarba! Qanday imkoniyat OKMK jamoasida? Ikkita o'ta xavfli zarba. Har ikkala holatda Navbahorni darvoza ustunlari goldan saqlab qolyapti. Bu esa Ali Abdurahmonov 11-raqamda o'yinga qo'shilgan. Qanday imkoniyat! Olmaliq jamoasida Papava juda ham chiroyli gol muallifi bo'lishi mumkin edi. Keyingi harakat, keyingi zarba yaqin masofadan. OKMKning hujumi chap qanotdan davom etmoqda. Jarima maydonida ham ikki o'yinchi aldamchi harakatlar. Pas o'tayapti, imkoniyat bor. Zarba va gol! OKMK vakillari hisobni tenglashtirishmoqda. Ali Abdurahmonov hozirgina zaxiradan maydonga tushgan futbolchi o'zini ko'rsatyapti. Bizga darhol Mirjalol Qosimovni namoyish eting. O'zgarish borasida Qosimov topqirlik qildi. Barchasi chap qanotdan davom ettirildi. O'yindan tashqari holat yo'q. Qarang. To'pni qabul qilib, o'ziga to'g'rilab, keyin zarba bermoqda. Assist esa Ivan Peshichdan. Birinchi o'yin zo'r qo'shilib ketdi. Peshich darvoqe har ikkalasi zaxiradan bir vaqtda maydonga tushgan edi. To'xtalishlar minimal bo'ldi, lekin o'zgarishlar ko'p. Hozir imkoniyat bor. Norchayev zarba va Ilyosov. Juda murakkab vaziyatdan Javohir. Husayn Norchayev to'pni o'ziga to'g'rilab, jarima maydoniga kirib zarba yo'llagan edi.
Xayrulla Karimov shogirdlariga ko'rsatma berdi. To'p yetkazildi. Yuqorida ikkinchi qavatda kurash davom etmoqda. Zarba! Darvozabon nima qilyapti? Javohir Ilyosov super seyfni amalga oshirdi. Endi esa OKMKdan qarshi hujum 2-ga 2 hozircha hisob. Zarba gol! 3-2 OKMKdan super comeback Sentoku. Qanday yakun! Sen urmasang senga uradi degan naql ibora yana bir marta o'z tasdig'ini topayapti. Vaziyat qahramoni Javohir Ilyosov juda murakkab vaziyatdan to'pni qaytarib jamoasining hujumini boshlab berdi. OKMga qarshi hujumga chiqib ketdi. Sentoku yakunni qo'ymoqda. O'tkirbek Yusupov vaziyatda jamoasini goldan qutqarib qola olmadi. Nimalar bo'lib ketdi qadrli do'stlar? O'yin yakunida aslida vaqt tugagan edi. Qarang, mana bunday vaziyatdan yaqin masofadan yo'llangan zarbadan so'ng bu Rahimjonov ekan. To'pni darvozabon qaytardi, darhol qarshi hujumga o'tib ketdi. O'z vaqtida berilgan pas, Sentoku esa darvozabon oldiga chiqqanini ko'rib, uning ustidan to'pni to'rga tashlab qo'ymoqda. Juda tez tashkil etilgan qarshi hujum. Bo'ldi. Uchrashuv o'z yakuniga yetdi. OKMK super comebackni amalga oshirdi. O'yinda nazorat navbahorda bo'lgandir, lekin Olmaliq jamoasi kerakli vaziyatlardan gol urib ketmoqda. Har ikkala jamoa zo'r o'ynadi.